ko'rib turgan shaxs bu Temistokl. Yunonlarni demak flotida qo'mondonlik qilgan harbiy sarkardalardan hisoblanadi. Flot qo'mondoni hisoblanadi. Temistoklni topshirig'i bilan aynan yunonlar marafon jangida demak uni taklifi bilan, uni tavsiyasi bilan 200 ta kema yasaladi. Marafon jangidan so'ng forslar yana tahdid solishni boshlashgan. Buni Temistokl bilgan, uni taklifi bilan yunonlar 200 ta triyera yasashgan. 30 ta Ellin davlatlari forslarga qarshi demak ittifoq tuzishgan. Triyera bu yunonlarning o'sha qadimgi kemalari hisoblanadi. Triyeralar soatiga 18-20 kilometrgacha tezlikda suza olgan. Hop. Hop, mana shu 5 ta bosqichda davom ettirib aytishimiz mumkin. Yunon-fors urushlarini asli manbasi yoki qaysi yozma manbalardan, kimlarning asarlaridan o'qishimiz mumkin, yaxshiroq batafsil ma'lumot egasi bo'lishimiz mumkin. Yunon-fors urushlariga oid asosiy manba bu tarix otasi hisoblanmish Gerodotni tarix asari hisoblaniladi. Ayrim tarixchilar bo'lsa bunga qo'shimcha o'zlarini demak munosabatlarini bildirib ayrim xususiyatlarni hikoya qilib berishgan. Jumladan Eskil demak o'zini forslar tragediyasida shohid va bevosita ishtirokchi sifatida Salamin oroli yonidagi yunonlarning forslar bilan qilgan dengiz jangini yorqin obrazlarda tasvirlab bergan. Keyinroq Yunon-fors urushlari tarixi Diodor asarlarida ham yoritilgan. Plutarx o'sha zamonda Afinani aqlli, atoqli siyosiy va harbiy arboblari bo'lmish Temistokl, Aristid hamda Kimonning tarjimai hollarini ham demak yozishgan. Fors tarixi bo'yicha manbalar afsus cheklangan. Forslar mixxat yozuv asosida o'z alifbolarini yaratishgan bo'lishsa, fors shohlari qurilish ishlariga bag'ishlangan yozuvlardan tashqari hech qanday fors adabiyoti namunalarini saqlab qolishgani yo'q. Shu uchun forslar tarixi demak forsiy bo'lmagan manbalar, ya'ni Bobil, Oromiy, Ivrit va boshqa xalqlar tarixi manbalarida kengroq uchraydi. Tarixshunoslikda millat qo'zg'oloni va Kichik Osiyoning Yunon shaharlari nomli demak abzatchamiz bor, sarlavhachamiz bor. Bunda Kichik Osiyoning Yunon shaharlari Fors podshosi Kir ikkinchini demak miloddan avvalgi 6-asr 40-30 yillarida harbiy yurishlar natijasida egallanadi. Boshida yunonlar bilan iliq siyosat olib borilgan bo'lsa, soliq olinmagan, ichki ishlarga aralashilmagan bo'lsa deyarli Kichik Osiyoda savdo bilan demak shug'ullanuvchi mahalliy shaharlar doimo rag'batlantirib borilgan. Doro birinchi taxtga kelgandan so'ng esa Yunon-fors shaharlari o'rtasida forslar bilan sekin-astalikda endi konflikt holatlari, agressiv munosabatlar boshlangan, shunday siyosat yuritila boshlagan. Yunon shaharlarining ichki hayotiga markaziy hokimiyat tomonidan aralashish boshlangan. Qolaversa, fors boshliqlari endi tiranlarga ko'plab shaharlar hokimliklari berilgan, shaharlar qaramligi tufayli soliq to'lashga majbur etilgan. Kichik Osiyodagi Millet shahri forslarga qarshi turgan eng kuchli shahar bo'lgan, ya'ni forslarga qarshi turgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, shu urushning kelib chiqish sabablari sekin-asta yuzaga chiqmoqda. Xo'p, endi Yunon-fors urushlarining boshlanishining sababini nima deb bilamiz? Ko'pchilik iste'molda yuradigan ma'lumot bu Doro birinchini o'sha Yunon koloniyalarini bosib olishligi yoki Bolqonning janubi g'arbidagi Parfiya davlatini, Quldorlik davlatini egallashligi deyiladi. Qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin boshqa bir sabab bor edi. Aslida bu paytda Doro birinchi ham o'zidan o'zi yurmaganligini, ya'ni harbiy yurishni o'zidan o'zi qilmaganligini guvohiga aylanishimiz mumkin. Jumladan, aynan mana shu forslarga, eronliklarga qarshi demak qo'zg'olonlar ko'tariladi. Mana shu fors satrapliklariga, Hamoniylar satrapliklariga tobe bo'lib turgan yerlarda demak forslarga qarshi qo'zg'olonlar bo'ladi. Mana shu qo'zg'olonlarni Doro birinchi bostiradi. Arang bostiradi amallab va shu paytda
Miletda ham, demak Kichik Osiyoning Miletida ham forslarga qarshi qo'zg'olon ko'tarilganida u qo'zg'olonni ham Dariush bostirgan bir paytda Yunonistonning Afinasidan yordam kuchlari keladi. Ana o'sha Yunoniston Afinasidan kelgan yordam kuchi nima uchun keldi degan qabilda Dariush harbiy urushlarni boshlagan Kichik Osiyodagi Yunon koloniyalariga deyiladi. Demak, qarang, bir narsaga bir narsa sabab bo'lgan. Nedurki, men arang bostirgan qo'zg'olonni ustiga u yana qo'shin yuborib, ularni qo'llab-quvvatlaydi. Yunon hukumati degan qabilda u Yunonlarning koloniyasiga hamla qilishni boshlagan. Shu bilan Yunon-fors urushlari tarixshunosligida demak, to'qnash kelishadi. Mana bu slaydimizda forslar tomonidan, eronliklar tomonidan Elladaning ishg'ol qilinishi, ya'ni Yunon yerlari, demak, ko'rishimiz mumkin. Milod avvalgi 5-asr birinchi yarmida Kserkis o'z qo'shinlarini Elladaga olib bormoqda. Aytish joizki, miloddan avvalgi 6-asr oxirlari, 5-asr demak, boshlarida Dariush o'zi hokimiyatda bo'lgan. Doron vafotidan keyin 486-yilda uni o'g'li Kserkis hokimiyatini davom ettirib ketgan. Aynan Kserkis keyinchalik o'sha Salamin yoki Fermopil janglarida, Plateya janglarida o'zi forslarni Yunon chegaralariga, sarhadlariga yetaklab borgan. Demak, Eron ko'rfazidan ko'rishimiz mumkin, qirg'oq yoqalab, demak, O'rta Yer dengizi bo'ylab yurilib, chekalab Afinagacha borishadi. Forslarning Elladaga bostirib kelishi mana bu strelka bo'ylab, belgi bo'ylab ko'rishimiz mumkin. Fermopil jangi bo'lgan joylar, mana forslar armiyasi Yunonistonga bostirib kirgan. Uning orqasidan oziq-ovqat ortilgan, katta yuk kemalari suzib borgan. Uning orqasidan oziq-ovqat ortilgan katta yuk kemalari yana qo'shimcha, demak, kuch sifatida kelgan. Fermopil jangini mana ko'rishimiz mumkin. Demak, Fermopil jangida, dastlab Marafon jangida Yunonlarning qo'li baland keladi. O'sha Marafon tekisligidagi jangda, keyingi jang Fermopil jangida forslar g'alaba qozonadi. Spartaliklar 300 spartalik jasorati tarix sahnalarida qolgan. Undan keyin Salamin bo'g'ozidagi dengiz jangida Yunonlar yana g'alabalardagi jangda ham, Plateya shahridagi jangda ham Yunonlarning qo'li baland kelgan va 449-yilda Yunonlar bilan forslar o'rtasida bitim imzolanadi. Bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik. Shu zaylda, demak, Yunon-fors urushlari o'z nihoyasiga yetgan. Mana bu prezentatsiyamizning eng so'ngida sizga uyga vazifa shaklida Yunon-fors urushlarida 3 asosiy jang ro'y berganligi va ularni bir-biridan farqi jihatlarini yozib berishingiz kerak. Bu yerga siz Plateya jangini ham qo'shib, 4 ta jangni bir-biridan farqli jihatlarini yozib berasiz, adabiyotlardan foydalangan holatda. Qandaydir savollar, tushunmovchiliklar tug'iladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoq orqali yuborishingiz mumkin. Biz imkoniyat darajasida javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.